Shahar tashqarisidan ishlab chiqarish yoki sex uchun joy qidirganlar diqqatiga, suv, svet, gaz kanalizatsiyasi bor joylardan 75 sotuvli mana shu joyimizda sotuvga qo'yilgan. Shundoqqina yo'l yuzida joylashgan bo'ladi. Narxini ham boshida aytaman, 1 sotiqiga 4,5 ming dollardan so'rashyapti. Ya'ni biz Yangiyo'l tumani Xalqobod mahallasiga kelganmiz. Erkin postdan 17 kilometr, M39 betonkadan 1,5 kilometr kirganimizda mana shunaqa yo'l yuzida joylashgan bo'ladi. Fasadi taxminan 75 bo'ladi. Burchida do'konlar ham qurib qo'yishgan ekan. Yemxona uchun do'kon va oziq-ovqat do'konlarini ko'rishimiz mumkin. Hozir ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Joyimizga keladigan bo'lsak, bunaqasiga katta maydonni ko'rishimiz mumkin. O'rtada 900 metr kvadratdan iborat yopiq binolari ham bor. Hozir ijaraga berib qo'yilgan ekan. Tekstilni ishlab chiqaradigan sex faoliyat olib boradi. Ko'rib turganingizda har qanaqa biznes faoliyatiga moslab ishni davom ettirsanglar bo'ladi. Bundan tashqari alohida transformatorlar qo'yilgan. Boya aytganimdek, suv, svet, gaz, kanalizatsiyada muammo yo'q deyishyapti. Narxi 4,5 ming dollardan hali kelishiladigan joy bor. Ko'rib turganingizda xohlasanglar qanaqadir zavod quraman desanglar ham, xohlasanglar kattaroq sex yoki g'issavod deysizlarmi, xullas har qanaqa biznes faoliyatiga moslasanglar bo'ladigan joy. Pastdagilar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashsanglar bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Shahar tashqarisidan ishlab chiqarish yoki sex uchun joy qidirganlar diqqatiga, suv, svet, gaz kanalizatsiyasi bor joylardan 75 sotuvli mana shu joyimizda sotuvga qo'yilgan. Shundoqqina yo'l yuzida joylashgan bo'ladi. Narxini ham boshida aytaman, 1 sotiqiga 4,5 ming dollardan so'rashyapti. Ya'ni biz Yangiyo'l tumani Xalqobod mahallasiga kelganmiz. Erkin postdan 17 kilometr, M39 betonkadan 1,5 kilometr kirganimizda mana shunaqa yo'l yuzida joylashgan bo'ladi. Fasadi taxminan 75 bo'ladi. Burchida do'konlar ham qurib qo'yishgan ekan. Yemxona uchun do'kon va oziq-ovqat do'konlarini ko'rishimiz mumkin. Hozir ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Joyimizga keladigan bo'lsak, bunaqasiga katta maydonni ko'rishimiz mumkin. O'rtada 900 metr kvadratdan iborat yopiq binolari ham bor. Hozir ijaraga berib qo'yilgan ekan. Tekstilni ishlab chiqaradigan sex faoliyat olib boradi. Ko'rib turganingizda har qanaqa biznes faoliyatiga moslab ishni davom ettirsanglar bo'ladi. Bundan tashqari alohida transformatorlar qo'yilgan. Boya aytganimdek, suv, svet, gaz, kanalizatsiyada muammo yo'q deyishyapti. Narxi 4,5 ming dollardan hali kelishiladigan joy bor. Ko'rib turganingizda xohlasanglar qanaqadir zavod quraman desanglar ham, xohlasanglar kattaroq sex yoki g'issavod deysizlarmi, xullas har qanaqa biznes faoliyatiga moslasanglar bo'ladigan joy. Pastdagilar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashsanglar bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Shahar tashqarisidan ishlab chiqarish yoki sex uchun joy qidirganlar diqqatiga, suv, svet, gaz kanalizatsiyasi bor joylardan 75 sotuvli mana shu joyimizda sotuvga qo'yilgan. Shundoqqina yo'l yuzida joylashgan bo'ladi. Narxini ham boshida aytaman, 1 sotiqiga 4,5 ming dollardan so'rashyapti. Ya'ni biz Yangiyo'l tumani Xalqobod mahallasiga kelganmiz. Erkin postdan 17 kilometr, M39 betonkadan 1,5 kilometr kirganimizda mana shunaqa yo'l yuzida joylashgan bo'ladi.